Savol. Assalomu alaykum ustoz. Mening 3 savolim bor edi. Birinchi. Er kishining malida ayol kishining haqqi bormi? Ikkinchi. Er kishining zakot bergudek mol-mulki bo'lsa, ayollarning o'z oldiga pul mali bo'lmasa, boshqalar bergan zakotni qabul qilishi durust bo'lamdi. Uchinchi. Hozir vatanda qolganlar namoz, roza, Qur'on o'qish degandek amal ibodatlarni qilolmayotidi. Shu sababdan vatanda qilib qolgan ota-onamiz hayot turuqliq holatida biz namoz, Qur'on o'qish, roza tutish qatorliq ibodatlarni ularga atab qilsak durust bo'lamdi. Javob: Va alaykum assalom. Birinchi. Yo'q. Ikkinchi. Boy eri noahlilik qilib ayollarini boqmasa, ayol nafiqa da'vosi qiladi. Da'vodanmi haqqini ololmasa, erni sud yoki jamoatchilik odam qilolmasa, u chog'da ayol ehtiyojini qandoqlik miqdorda zakot olsa bo'ladi. Uchinchi. Imom Kasani mundaq deydi: roza tutib, namoz o'qib yoki sadiqa qilib uning savobini o'lganlarga yoki tiriklarga atsa joiz. Ahli sunnat val jamoa nazarida uning savobi ularga yetadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikki qo'chqardan birini o'zi uchun, yana birini ummatidan qurbonlik qilinmaganlar uchun qurbonlik qilgan. Alloh eng to'g'risini bilgiridir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.